Namozdan keyin shoshilib chiqib ketavermasin deyaptilar. Namoz tugagandan keyin bandani ijobat bo'ladigan duosi bor deyaptilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaybiringiz oxirgi tashahhudni tugatsa 4 narsadan: jahannam azobidan, qabr azobidan, hayot va mamot fitnalaridan hamda Masih Dajjolning yomonligidan Allohdan panoh tilasin dedilar Imom Buxoriy rivoyatlar. Namozdan keyin shoshilib chiqib ketavermasin deyaptilar. Namoz tugagandan keyin bandani ijobat bo'ladigan duosi bor deyaptilar. Ana shu duoda nimani so'rash kerak desa, so'raladigan narsalar aytib beryaptilar. Namozni tugatgandan keyin Robbisiga duo qilsinki, jahannamning azobidan panoh so'rasin, qabr azobidan panoh so'rasin, hayot mamot fitnasidan panoh so'rasin va Masih Dajjolning fitnasidan Allohdan panoh so'rasin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib o'tyapti.